Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Kutub Musulmonlarning hozir ahvoli nomli kitobida bunday degan. İlim ögüniş ve ögütiş gerek. Lekin o'tmishning kallasi bilan hozirni nazar tutmay, atini texmi o'ylamay kitob xalsılık qilish ilmning ko'p foydalarini yo'q qilib o'tadi. Diniy kitoblardagi ilm, diniy ilmda mutaxassislashmoqchi bo'lganlarga zo'r uzuqdir. Lekin bir izda to'xtab olmaslik kerak. Balki burunqini markaz qilib turib, hozirgini tadqiq qilish kerak. Ya'ni hozirgi ahvolga nazar qilish kerak. Hozir bizda haqiqiy musulmonlikning shartlari to'liq topilyotamdi. Harakatlarimiz aqida va shariat qilib tushamidu yoki shariatdan ozdiqmi? Yoki qisman taraflarda kamchilik o'tildikmi? Buni bilib olgandan keyin kam taraflarni to'g'rilash, ozg'an taraflarni tuzatish kerak. Boshqa qilib aytganda, ulamolar din va ilm orqali din o'rgangan kishilarni harakatlantirib, haqiqiy islomiy jamiyat qurib chiqishi, hukmdornimi, Qur'onnimi tegishli o'ringa qo'yishi, hukmdorni Allohning shariatiga rioya qilishga qaytarib kelish kerak. Shunda qilgandala jamiyatda bo'layotgan axloqiy, amaliy, ma'naviy buzuqchiliklar tugaydi. Yoki hech bo'lmaganda mush yo'lda jihad qilish kerak. Kishilarning niyati qanchalik xolis bo'lsa, islohot shunchalik amaliylashidir.